Meniki hozir yaqinqi bir necha haftadagi videoda har qatim so'zlaydigan mazmunlarim misol ko'p bo'lib qolib, men aslida planlayotgan boshqa bir temalarni da gapirmayapman. Bu chet eldagi Uyg'urlarniki eng chong vazifasi nima degandek masalalarda. Uni qisqacha deb qo'yay. Buni har qatim ta'kidlayman. Bizning oldimizdagi eng chong vazifa bolalarimizni Uyg'ur qilib cho'ng qilish hamda eng yaxshi maktabda eng a'lo o'quvchi qilib o'qitish. Bu bek muhim. Hozircha boshqasini tashlab qo'yib turinglar. Hozircha boshqalar muhim emas. Bolalarni Uyg'ur qilib tarbiyalash ro'yi jihatdan Uyg'ur qimmat qarashi bilan men Uyg'ur deydigan vatanda bo'layotgan zulm, irqiy qirg'inchiliklarni biladigan qilib cho'ng qilish. Andan keyin jon chikasimi eng yaxshi maktablarda o'qitish. Andan keyin eng yaxshi maktablarda eng a'lo o'quvchi qilib o'qitish. Mush hammadan muhim. Albatta men degandek bizning sonimiz bek oz, vazifamiz bek og'ir. U vazifalarningki o'tisidan chiqamiz desak, biz bundan keyin bolalarimizni asla tarbiyalashimiz kerak. Hozir chet elda mavjud bo'lib turayotgan o'rta va cho'ng yoshdagi qarindoshlarimiz ichida og'ir masalalar bor. Mush jihatga ojizlik tufaylidan bo'libmi navbatdagi eng muhim ish nima, muhim ahvol nima, xalqaro vaziyat nima? Uyg'urlarga nisbatan qanday foydali omillar bor, qanday ziyonli omillar bor. Biz tutgan yo'llarning ichidagi qaysilari bizga foydali, qaysilari ziyonli degan nurg'un ishlarda oq-qorni farq etolmaydigan ahvol intayin og'ir. Buni tushuntiraylik desam, uni qabul qiladigan odamlarmi bek oz. Bu sohada tarbiya ko'rmaganligi uchun bizning ishimizda yesaq tayinib ish qiladigan odamlar bek ko'p. Men ahvolni tushunib turib qilay demay, hissiyat tayinib lamkin, zade mundaq qilsam mundaq bo'lamdikin deb ham o'tirishgan ahvol og'ir hozir. Shunga bu ahvolni o'zgartirish kerak. Bu ahvolni o'zgartirish uchun albatta men degandek bolamizni eng yaxshi maktabda eng a'lo o'quvchi qilib tarbiyalash kerak. Ashta qilgan chog'da xalqaro sovrinda boshqalar bilan o'xshash darajada o'tirib turib, boshqalarning degan gapini tushunadigan, boshqalar bilan munozara qila oladigan va oqadigan ishlarni qila oladigan, to'g'ri ishni qila oladigan, ishni to'g'ri qila oladigan bo'ladi odamlarimiz. Biz bundan keyin ashtaq bo'lishga ehtiyojliq.